O'rtog'imni shunday muvaffaqiyatli va topgan pullarini shunchalik barakotli qilginki, mening tashvishim faqat oxiratim uchun ibodat qilish, farzandlarimni ilmli, go'zal tarbiya qilish, go'zal sayohatlar orqali al-musavvir ekanligingni his qilish va bugun yana qayerga ihson qilsam ekan deya tashvishlanish bo'lsin xolos. O'rtog'imni shunday muvaffaqiyatli va topgan pullarini shunchalik barakotli qilginki, mening tashvishim faqat oxiratim uchun ibodat qilish, farzandlarimni ilmli, go'zal tarbiya qilish, go'zal sayohatlar orqali al-musavvir ekanligingni his qilish va bugun yana qayerga ihson qilsam ekan deya tashvishlanish bo'lsin xolos. O'rtog'imni shunday muvaffaqiyatli va topgan pullarini shunchalik barakotli qilginki, mening tashvishim faqat oxiratim uchun ibodat qilish, farzandlarimni ilmli, go'zal tarbiya qilish, go'zal sayohatlar orqali al-musavvir ekanligingni his qilish va bugun yana qayerga ihson qilsam ekan deya tashvishlanish bo'lsin xolos.